Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar va tinglovchilar. Men Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti, qurilish va irrigatsiya fakulteti, bino va inshootlar qurilish kafedrasi katta o'qituvchisi Husan va Malohat Mingnorovna bo'laman. Bugun sizlarga bino va inshootlarning zamin va poydevorlari mavzusida darsimni havola etsam. Bu mavzuda zamin va poydevorlarning birgalikda ishlashi, poydevorning turlari, zamin va poydevorlarni loyihalashda qo'llaniladigan me'yoriy hujjatlar, zamin va poydevorlarning chegaraviy holatlari bo'yicha tekshirish punktlari bo'yicha ma'ruzamni havola etaman. Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida qurilish sohasida sifat xavfsizligi va zamonaviy texnologiyalarni joriy etish davlat siyosatining muhim yo'nalishlariga aylanmoqda. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek, har bir bino va inshoot xalqimiz hayoti uchun qulay, xavfsiz va zamonaviy bo'lishi kerak. Qurilishda sifat eng muhim mezon deb ta'kidlab o'tdilar. Inshootdan tushayotgan yukni zaminga uzatish bilan birga uning turg'unligini ta'minlovchi yer osti yoki suvosti poydevor deb aytiladi. Poydevordan uzatiluvchi bosimni qabul qiluvchi grunt qatlamiga zamin deb nom berilgan. Zamin o'z navbatida ikki turga bo'linadi. Bular tabiiy va sun'iy zaminlardir. Tabiiy zamin grunti tabiatda qanday bo'lishida bo'lsa, shunday holatda bo'ladi. Ya'ni sun'iy zamin esa inshoot barpo etgunga qadar gruntlarni turli usullar yordamida mustahkamlash yoki bo'lmasa zichlash, ya'ni trombovka qilish oqibatida yoki qotirish oqibatida yuzaga keladi. Bular esa sun'iy zaminlar deb aytiladi. Binolar uchun zamin, ba'zi inshootlar uchun esa xomashyo sifatida foydalanadigan tog' jinsi grunt deb ataladi. Ya'ni, demak, har qanday tog' jinsi grunt, ya'ni bosim ta'sirida ishlashi kerak. Shuningdek, gruntni tuproqdan farqlay bilish lozimdir. Ya'ni, tuproq yer yuzasidagi yuza qismi hisoblanadi. Inshoot uchun maydon tekislanayotgan vaqtda zamin yuzasi, ya'ni olib tashlanadi va bino qurilishga tayyorlanadi. Zamin gruntlarining mustahkamlik ko'rsatkichlarini oshirish, ularning sun'iy usullar yordamida qotirish demakdir. Ya'ni, bunday usullar o'ta murakkab va qimmat tushishiga qaramay, ba'zan ularda foydalanish bino va inshootlar buzilishidan saqlab qolishdagi yagona modul bo'lib hisoblanadi. Ma'lumki, sun'iy usullar yordamida qotirilgan zamin mustahkamligi bir necha 10 marta oshib, turg'unligi esa binoni uzoq vaqt shikastlanmay saqlanishini ta'minlaydi. Poydevor osti gruntlarini butun zamin bo'yicha qotirish maqsadga muvofiqdir. Zamin va poydevorning turini, materiallarini va ularni barpo etish usullarini tanlash inshootlarni loyihalashning eng mas'uliyatli va murakkab vazifalaridan biri etib hisoblanadi. Bunda eng avvalo inshootning vazifasi, konstruksiyasi, unga ta'sir qiluvchi yuklarning o'ziga xos tomonlari, qurilish joyining geologik, gidrogeologik va iqlim sharoitlarini hisobga olinadi. Agar zamindagi grunt loyihalanayotgan inshoot shart-sharoitlari uchun ishonchli bo'lsa, unda hech qanday o'zgarishsiz tabiiy zamin holda foydalanish mumkindir. Ba'zan inshootlarni kuchsiz gruntlar sharoitida ham qurishga to'g'ri keladi va bunda inshootning mustahkamligi, ustuvorligi va ishonchligini ta'minlash uchun maxsus konstruktiv tadbirlarni qo'llash taqozo etiladi. Talablarga javob bermaydigan sun'iy zaminlar hosil qilish, kuchsiz gruntni ya'ni zichlashtirish, qotirish yoki ularni ishonchli grunt bilan almashtirish, poydevor tovoni o'lchamlarini oshirish, bosimini kamaytirish maqsadida poydevor tovonining yotish chuqurligini ishonchli grunt qatlamigacha uzaytirish, qoziqli poydevorlarni qo'llash va boshqalar zamin va poydevorlar tizimini boshqarishning asosiy konstruktiv yechimlari hisoblanadi. U yoki bu konstruktiv yechimni qabul qilish esa ularning bir necha variantlarini texnik, iqtisodiy taqqoslash asosida amalga oshiriladi. Inshootning ishonchligiga,
uning yer yoki suv ostidagi konstruksiyasi, poydevorning mustahkamligi, ustuvorligi, tashqi muhit ta'siriga bardoshligiga ham bevosita bog'liqdir. Poydevorlarning turli konstruktiv shakl va uni tayyorlashga qo'llaniladigan materiallarni tanlashda ham zaminlarni loyihalash singari turli xil omillarni inobatga olish va variantlarni taqqoslash yo'li bilan amalga oshiriladi. Poydevorlarning turlariga keladigan bo'lsak, bir nechta poydevor turlari mavjuddir. Poydevor turlari bu poydevor tovonining yotish chuqurligi bo'yicha soyoz joylashgan va chuqur joylashgan poydevorlarga bo'linadi. Bir-biridan farqlanadi. Ya'ni soyoz joylashgan poydevorlar ochiq qazilgan xandaq yoki treshinalar barpo etiladi. Ular tovonining yotish chuqurligi odatda 5-6 metrdan katta bo'lmaydi. Yuk ta'sirida tanasining deformatsiyalanishi bo'yicha poydevorlarni bikir siqilishiga ishlaydigan va egiluvchan turlarga ajratish mumkindir. Konstruktiv shakliga ko'ra alohida joylashgan lentasimon, yaxlit, massiv aralash va qoziqli va boshqa turdagi poydevorlar bir-biridan farqlanadi. Bu poydevorlar bir-biridan farqlanish natijasida ish jarayonida qo'llaniladi. Tayyorlanish usuli bo'yicha poydevorlar monolit qurilish joyida barpo etiladigan yoki yig'ma oldindan tayyorlangan qurilish maydonchasiga yig'iladigan va yig'ma monolit, yig'ma va quyma qismlardan tuziladigan turlarga bo'linadi. Poydevorlar betondan yoki temir betondan, tosh, g'ishtlardan, yog'ochdan va boshqa materiallardan tayyorlanishi mumkin. Suv xo'jaligi qurilishida poydevorlar asosan beton va temir betondan barpo etiladi. O'zbekiston Respublikasida bu yo'nalishda bir qator yangilangan me'yoriy hujjatlar amal qiladi. Eng asosiysi esa zamin va poydevorlar bo'lib, bu poydevorlar turlarini tanlash, zaminlarning geotexnik xususiyatlarini baholash, yuklarni uzatish va cho'kishni hisoblash tartibini belgilaydi. Shaharsozlik norma qoidalarida keltirilganidek 1.01.07.19 ya'ni muhandislik texnik izlanishlar, gruntlarning fizik, mexanik xossalarini aniqlash va laboratoriya sinovlaridan o'tkazish tartibini ko'rsatadi. Qurilish me'yoriy qoidasi 2.02.03.21 ya'ni qoziqli poydevorlar esa qoziq asosida poydevorlarni loyihalash va o'rnatish talablari bilan bog'liq. Bundan tashqari esa O'zbekiston davlat standart talablarida ham keltirib o'tilgan. Zamin va poydevorlarning chegaraviy holatlari bo'yicha tekshirish ham ikki turga bo'linadi. Inshootda unga qo'yiladigan talablar darajasida foydalanish imkoniyatlarini yo'qotuvchi holatlarga chegaraviy holatlar deyiladi. Ya'ni esa mustahkamligi va ustunvorligini yo'qotish yoki ulardagi ruxsat etilmagan deformatsiyalarni, cho'kish, siljish, poydevorlarni og'ishi va hokazolar sodir bo'lishi inshootning ushbu qismlari uchun chegaraviy holatlar bo'lib, bu holatlarni bartaraf etishga qaratilgan me'yoriy qoidalar majmui chegaraviy holatlar usuli ham deyiladi. Poydevor tanlashning mustahkamligi, mahalliy ustuvorligi va deformatsiyalanishi injenerlik konstruksiyalari fanidan ko'riladigan umumiy qoidalarga to'la mos keladi va bu masalalar zamin va poydevorlar fanida alohida o'rganiladi. Poydevorlarning siljishi va ag'darilishiga nisbatan umumiy ustuvorligi va uning zaminga nisbatan deformatsiyalanishi, cho'kishi, siljishi esa zaminning holatiga bevosita bog'liqdirlar. Shu sababli zamin va poydevorlarni loyihalashga doir qoidalar asosan zaminning chegaraviy holatini nazarda tutadi. Zaminning yuk ko'tarish qobiliyatini aniqlashda esa tuproqning yuk ko'tarish qobiliyati, ya'ni esa ruxsat etilgan bosim, poydevor maydoni va chuqurligini aniqlaydi. Asosiy parametr hisoblanadi. Bu qiymatdan oshib ketilishi poydevor ostidagi tuproq siljishi, cho'kishiga olib keladi. Bundan tashqari esa geologik muhandislik izlanishlar ham olib boriladi. Qurilish maydonchasida burg'ulash ishlari o'tkaziladi. Tuproq namunalari olinadi va laboratoriyada tahlil qilinadi. Bu tuproq
qatlamlarning tarkibi va fizik xususiyatlarini aniqlash imkonini beradi. Maydon sinovlari, masalan, shtamp sinovlarini ham o'tkazadi. Ba'zi hollarda poydevorlar o'rnatiladigan chuqurlikda tuproq bevosita yuk qo'yib, uning cho'kishi kuzatiladi. Bu amaliy yuk ko'tarish qobiliyatini aniqlashning eng ishonchli usuli hisoblanadi. Poydevorlar tanlash mezonlari geologik sharoitlar, ya'ni bu nima degani? Bu eng muhim mezondir. Tuproqning turli mustahkamligi, grunt suvlari, ya'ni esa bunda sathi va seysmik faollik darajasi, poydevorning chuqurligi va turini aniqlaydi. Agarda yuqori qatlamlar zaif bo'lsa, chuqur poydevorlardan foydalanadi. Binoning turi va og'irligi, ya'ni iqtisodiy samaralilik ham hisobga olinadi. Binoning turi va og'irligi deganda yengil karkasli uylar, sayoz poydevorlar, lenta ustun talab qilsa, ko'p qavatli ofis binolari yoki sanoat inshootlari juda og'ir bo'lgan sababli qoziqli yoki chuqur plitali poydevorlarga muhtoj bo'ladi. Iqtisodiy samaradorligida esa loyihada texnik talablarni qondiradigan eng arzon bo'lgan va optimal variantni tanlashga harakat qilinadi. Ba'zan tuproqni mustahkamlash sayoz poydevorlarni ishlatishga imkon beradi. Bu esa chuqur poydevorlardan arzonroq tushadi, ya'ni iqtisodiy samaradorlik tejaladi. Iqlim sharoiti va muzlash chuqurligi. Albatta, poydevorlarni tanlashda iqlim sharoiti va muzlash chuqurligi e'tiborga olinadi. Poydevorlarning tagligi tuproqning muzlash chuqurligidan pastroq joylashishi shart. Aks holda tuproq muzlaganda ko'tarilib, poydevorlarni shikastlashi mumkindir. Bugungi mavzumizdan kelib chiqqan holda quyidagi xulosa bilan mavzumizni yakunlaymiz. Ya'ni zamin va poydevorlarni loyihalashda muhandislik geologik izlanishlar natijalarida asoslanib, har bir grunt qatlamining mustahkamligi va cho'kish xususiyatlarini hisobga olish talab etiladi. Bu jarayonlarda me'yoriy hujjatlar asosida yo'l-yo'riq bo'lib xizmat qiladi. Jumladan yer inshootlari, zamin va poydevorlar, shaharsozlik norma qoidalari, muhandislik texnik izlanishlar. Bundan tashqari, qurilish me'yoriy qoidasida keltirilgan 2.02.03.21 ya'ni qoziqli poydevorlar, shuningdek, O'zbekiston davlat standart talablari bunga misol bo'la oladi. Biz agarda qurilish me'yoriy qoidasiga asosan bino va inshootlarimizni loyihalasak, iqtisodiy samaradorligi va o'sish barqarorligi, bundan tashqari esa binolarimizning umrboqiyligi uzoq muddatga cho'ziladi. E'tiboringiz uchun rahmat.